sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot. Ishonib berilgan har bir o'rinda xalqning manfaatini unutmagin sen. Yaxshilik kutadi sendan hamisha. Xalq rizosi haqning rizosiga teng. Vatanni sevmoqlik iymondan bo'lur. Xalq rahmati haqning rahmati erur. Alloh roziligin izlagan zotlar yurtim, elim deya pok mehnat qilur. Yangi oilaning iqtisodini tiklash uchun o'ylang, qancha vaqt ketar. Oila farovon turmush qurguncha ahil oilalar sabrda bo'lar. Davlating ham do'stim shuning misoli. Sabr toqat qilsang yaxshi bo'ladi. Har qanday holatda bo'lsa ham inson taqdirda borini ko'rib o'tadi. Birovning rizqini birov yeyolmas. Zohirdan yeyakkan ko'ringan bilan odil Xudo o'zi boshqarib turar inson hukmronga o'xshagan bilan. Shuning uchun sokin bo'lib birodar o'z o'rningda halol mehnat qilaver. Alloh roziligi bo'lsin qalbingda, rahmatin olarsan mehnatingga teng. Sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot.